Assalomu alaykum azizlar. Menga yana bitta savol tushdi. Agar men AQSh rezidenti bo'lmasam, student bo'lib o'qishim uchun nech pul kerak bo'ladi degan savol. Men hozir sizlarga kompyuterda ko'rsatmoqchiman. O'zim men hamshiralik Amerikada o'qiganman, lekin men Virginia shtat rezidenti bo'lib o'qiganman va bu yerda pul mana shu o'qish uchun to'lanadigan pullar farqi juda katta. Rezident mana shu shtatda yashaydigan rezident bilan hattoki masalan boshqa shtatdan kelgan studentlar agar rezident bo'lmasa, ular ham 2 barobargacha pul to'lash mumkin. Agar biza tushunchamiz bo'yicha AQSh rezidenti bo'lmagan chet eldan kelgan studentlarni international students deymiz. O'shalarni hozir sizlarga nech pul to'lashi Amerikada yashaydigan o'sha shtat rezidentlari bilan va international, ya'ni chet eldan kelgan studentlarni o'qishi uchun qancha pul to'lanadi, o'shani hozir sizlarga kompyuterda ko'rsataman. Misol uchun, mana Kanzas shtatida joylashgan Butler Community College veb-saytiga kiramiz. Mana shu yerda mana ko'ryapsizlar, International Costs and Payments ga mana shu international chet eldan kelgan studentlarni o'qishi uchun qancha ketadi? Mana bu yerda yozilgan. Katta qilib hozir ko'rsataman. Bitta kredit soatiga $199.50 to'lanadi. Bitta kredit soati uchun. Endi taqqoslash uchun mana shu Kanzasda Butler Community College joylashgan joyda yashaydigan studentlar mana shu yerda mana Butler County deb qo'yibdi. Ular kredit soatiga atigi $72 to'lashadi. Tasavvur qilinglar, bu degani agar associate degree hamshira bo'lmoqchi bo'lsanglar, unga 70 dan 72 kredit soatgacha darslar, klasslar olishinglar kerak. Va international student bo'lsanglar, chetdan kelgan studentlar mana shu 70 yoki 72 kredit soati $199 ga ko'paytirish kerak. Bu klasslarga pul to'lashdan tashqari, sizlar yana har xil mayda-chuyda fe'llar bo'ladi. Bu degani laboratoriyada dars qilsanglar, o'sha laboratorniy asbob uskunalar uchun pul to'lanadi. Ozgina u qimmat emas, bariga ham hammasi qo'shilib ko'payib ketishi mumkin. Bundan tashqari mashina parkovkalari uchun $5 to'lanadi. Undan tashqari uy joyi o'ylashingiz kerak, rentalarga qancha to'laysizlar, oziq-ovqat, ovqatlanish va shunga o'xshagan. Va yana international studentslar agar kasal bo'lib qolsa, ular medical insurance sotib olish kerak bo'ladi. Ya'ni bu sog'liq sug'urtasi va kasal bo'lib qolganda o'sha sug'urtani ishlatishadi. Buni ham o'ylab ko'ringlar. Va yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam, Amerikada yashab turgan studentlar moliyaviy yordam, har xil grant scholarships olishi mumkin. Lekin chet ellik studentlar bodga kelgandan keyin unaqa imtiyozlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shanga o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, qaysi biri sizlarga qulay, international student yoki rezidensiya qilib o'qishga kirishmagan bo'lsam, yana qanaqadir qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa yozinglar, men javob berishga harakat qilaman. Rahmat, xayr.